Аңлаватқаныңыз доктор Павел Каланити қаламидagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima guruhisidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. Yettinchi qism. Meditsina fakultetini bitirib, doktorlik unvoniga erishibla Lucy ikkimiz to'y qildik. Va Yalida shahri joylashgan Connecticut shtatidan Kaliforniya shtatiga ko'chib berib, praktikant doktorlik hayotimizni boshladik. Men Stanfordda, Lucy bo'lsa yaqin atrofdagi Kaliforniya shahri San Fransiskoda praktikant doktorlik fursatiga erishdik. Tarjimondan Stanford San Fransiskoning atrofiga joylashgan Palo Alto degan kichik shaharda. Kaliforniya shahri San Fransisko bo'lsa, San Fransiskoning eng go'zal va eng obod markaz rayonlarining biriga joylashgan. Bu maktabda to'liq kurs o'quvchilari yo'q. Faqat hayotlik ilmi va meditsina doktorlarini tarbiyalaydigan dangliq dashva bo'lib, meditsina sohasida asosan Stanford bilan o'xshash o'rinda turadi. Shunda qilib biz meditsina o'qishini rasmiy orqamizda qoldirdik. Haqiqiy mas'uliyat hamda oldimizda. Uzun o'tmayla men doktorxonada kayni-kaynidan bir necha yaqin do'st tutdim. Bularning biri men bilan hamkor praktikant Victoria. Yana bir bo'lsa, universal tashqi kasallar bo'limidagi bizdan bir necha yil burun praktikasini boshlagan Jeff edi. Kelgusi necha yillik tarbiyalanish jarayonida biz dastlabki meditsina jidallariga guvoh bo'lishdan bu jidallarning bosh rolchisiga aylanib qoldik. Praktikant doktorlikning birinchi yilida biz bir qism yuguritim ishlarni qilsaqmi, ammo xizmat normamiz yanada g'oyat zo'r edi. Doktorxonaga borgan tunji kunimda bosh praktikant doktor menga mundoq degan edi. Ay, Pavel. Nervi tashqi kasalliklar praktikantlari faqat angnovchi tashqi kasallar doktorlar emas, balki doktorxonamizdagi eng yaxshi doktorlardir. Bu sizning nishoningiz bo'lsin. Biz faxrlangudek doktor bo'ling, Bo'lim boshlig'i yandan o'tib ketayotgach qo'shib qo'ydi. Aros, Pavel. Tamoqni har vaqt so'l qo'lingizda yeng. Siz cho'qim bir vaqtda o'ng qo'y va so'l qo'y bo'lishni o'rganishingiz kerak. Bildingizmi? Yana bir koni praktikant doktor meni ogohlantirib mundoq dedi. Shuni samingizga sep qo'yay, Pavel. Boshliq hozir ajrish oldida turibdi. Shunga u o'zini bakli ish ko'ryapti. Yaxshisi uning bilan go'ng'ir-mo'ng'ir bo'lishiman deb yurmang, Doktorxonani tanishtirishga mas'ul bo'lgan mijozi ochiq praktikant doktor menga ishlarni tushuntirish o'rniga 43 bemorning tizimligini qo'limga tutqizib qo'yib etdi. Sizga bir lig'iz gapni deb qo'yay. Ular sizni texmi bakrak azoblay olishi mumkin. Ammo ular vaqtni kayniga yondirmaydi. U shu gapni deb bo'pla ketib qoldi. Men 2 kungacha doktorxonadan ayrilmadim. Ammo uzun o'tmayla qaramaqim mumkinsiz ko'ringan. Kunlab o'ltiradigan jadval ishi faqat 1 soatlik ishga aylanib qoldi. Shundaqdimi, siz doktorxonada ishlaganda to'shqizdigan jadvallar faqat jadvallar emas. Ular xatar va g'albiga to'lgan xulosalarning parchalari edi. Masalan, bir kuni Matthew ismli 8 yoshli bola beshi og'riganlikdan doktorga keldi. Va ichinishli holda uning ostinqi do'ngchi mengisini bir o'smining besib olganligi bayqaldi. Ostinqi do'ngchi menga uyqu, ochliq, ussizlik, yana jinsiyat qatorliq odamning asos talabini kontrol qiladi. Navoda ostinqi do'ngchi mengadagi o'smi pokiz ilib-tilmay qolsa, Matthew radioaktivlik nur bilan davolanishi yoki ishkirlagan holda operatsiya qilinishi va yoki mengasiga nayt silinishi kerak edi. Qisqa chiqib aytganda, bu o'sma uning bolaligini nobud qilib ketdi. O'smini butunlay kesib ilib o'tish orqali yuqorqi ahvollardan saqlanqili bo'ladi. Lekin bunda qilganda ostinqi do'ngchi menga zaxmga uchrashi va natijada Matthew qo'rshiqning qo'liga aylanib qolishi mumkin. Matthewning burnidan kichik ishki bo'shliq ayniki kirgizgandan keyin doktor ishni boshlab etdi va uning meni tashqi so'yinkini tashdi.
Menining ichiga kirganda uni aytı aniq ko'raladi va o'smini kesib elivetdi. Necha kundan keyin Matthew balnisda sakrab taqlab yurgan bo'ldi. U ba'zida hatto sestralardan kompyuterlarni elib oladi. Yana necha kundan keyin u uyga qaytishga tamshaldi. O kuni kech men xushal holda Matthewning barliq doktorxonadan chiqish rasmiyatlarini bajardim. Bir seshanba kuni tunji bemorimdan ayrilib qoldim. U 82 yoshlik yashangan, vijik, pokiz bir ayol bo'lib, men bir oy praktika qilgan odatlik tashqi kasalliklar bo'limidagi eng sog'lom bemor edi. Keyincha bu bemorning jasadini yarganda patologiya doktori hayron qolgan holda uning ichki a'zolarining 50 yoshlik odamniki bilan o'xshashligini bayqagan edi. U 3 yil to'sib qilish sababidan bo'lgan qavziyat deb diagnoz qo'yilgan edi. Bu kasalning o'zligidan saqayib qolishini 6 kun kutgandan keyin kichik bir operatsiya yapdik. Dushanba kuni kech soat 8 atrofida uni yo'qlig'ini bag'inimda, uni hayt sezgur, sog'lom edi. Uning bilan paranglashayotganda yanchiqimdan bu kunlik xizmat xotiramni oldim. Va eng oxirgi qo'rni, Harvey xonimning operatsiyadan keyingi ahvolini qalam bilan chizib etdim. Endi uyga qaytib aram olsam bo'ladi. Yerim kechidan ochganda telefon jiringladi. Bemor kasallik azobida tirkishyotdi. Bürokratlarcha o'z-o'zimdan qanoatlanish tuyg'um tuyuqsiz zarbaga uchirgandek bo'ldi. Karvatimda o'ltirib turib, 1 litr rentgen sut kislotasi, LR suyuqligi, elektrokardiogramma, EKG, ko'krak plyonkasi, tezdan harakatlaninglar, men hozirla yetib boraman, deb buyruq tushirdim. Ondan yetakchi doktorga telefon urdim. U qon tekshirish olib berishimni topildi va boshqa muhim halqa esimga kelganda uningga qayta telefon urishimni aytdi. Men doktorxonaga tezlik yetib bordim. Men borganda Harvey xonimning nafas olishi qiyinlashgan, yurak ritmi tezlashgan, qon besimi nihoyat tuvan bo'lib, qanday usul qo'llanishimdan qat'iy nazar uning ahvoli yaxshilanmayotdi. Men odatdagi tashqi kasalliklar bo'limidagi birdan-bir kim chaqirsa shuningga yordamlashadigan praktikant edim. Xotira daftarimga yozilgan, bormasammi bo'ladigan, bemorning uxlash to'g'risini olib berish, bormasam bo'lmaydigan jiddiy qutqizish uyda aorta g'ol arteriya o'smasi operatsiyaga qatnashish qatorliq bir qator mazmunlar yozilgan xotira daftarim bir yoqqa tashlanib yotadi. Men tunjiqib kelyotdim, qiynalib. Qandaq usul qo'llanmay Harvey xonimda hech qandaq yaxshilanish bo'lmayotdi. Harvey xonimni ICU, ig'ir kasallar parvarishxonasiga yetkazdik. ICUda dori ukullarni berish orqali o'lim girdodidan qutqizib qolmoqchi bo'ldik. Men keyingi necha soat jiddiy qutqizish uyida qutqizilayotgan bemor va o'lim bilan tirkishayotgan ICUdagi Harvey xonim orasida yugurib yurdim. Atgan soat 5dan 45 o'tganda jiddiy qutqizish uyidagi bemor kuzatish uyiga yetkazildi. Bu vaqtda Harvey xonimning ahvoli bir qadar turaqlashgan bo'lib, uning hayot turish uchun 12 litr suyuqlik, 2 birlik qon, nafaslantirgich va 3 xil o'xshamagan tipdagi ko'krak bosqich ishlatishga to'g'ri keladi. Seshanba kuni tushdan keyin soat 5da doktorxonadan ayrilganimda Harvey xonimning kasallik ahvolida hech bir yaxshilanish yoki ig'irlish ahvoli yo'q edi. Kech soat 8 bo'lganda telefon jiringladi. Harvey xonim o'zgarib qolgan bo'lib, ig'ir kasallar parvarishxonasidagi doktorlar Harvey xonimga yurak nafasini qayta qo'zg'atish olib beryotdi. Men tez suratda doktorxonaga qaytib bordim. Harvey xonim yana bir qitim o'lim girdodidan qaytib keldi. Her ehtimolga qarshi bu qitim uyga qaytmay doktorxona atrofidan kechki tomoq yedim. Kech soat 8 bo'lganda telefonim yana jiringshidi va Harvey xonimning o'lim xabari keldi. Uyga qaytib uxladim. Achchig'im keladi va azoblandim. Nimani degan bilan Harvey xonim mening bemorim edi. Atsi Harvey xonimning jasadini yerishga qatnashdim. Men patologiya doktorining uning ichki a'zolarini elishini ko'rib turdim va ichki a'zolarini astoydillik bilan kuzatdim. Qo'limda inchkilik bilan u yoq bu yoqqa o'rib, o'z qo'llarim bilan tikkan 3 yildagi yiplarni tekshirdim. Shuningdan e'tiboran men bemorning kasallik tarixiga bemordek muomala qiladigan, hargizmo bemorni kasallik tarixidek ko'maydigan bo'ldim. Ashu 1-yil men o'lim vahimasini o'z ko'zim bilan ko'rgandek bo'ldim. Ba'zida qaysi bir bulunglarda o'lganlar ko'zimga tushib qoladi. Yana ba'zida o'xshash balnist yoki operatsiya uylarida qazo qilganlarni ko'rib, ularni qutqizolmaganligimdan nomus qilardim.
Tövəndikləri mən ölümüge şahit bolğan bir qismi kişiler. Birincisi, bir araqkeş. Onun qini uyuşmaydigan bo'lib qolgan bo'lib, teri asti va bo'g'imlari orasida qon eqib, qon sirib o'lgan edi. Onun teri astidagi qon yig'ilib qolgan o'rinning doirasi kundan kunga kengayib ketib boradi. O kishi esini yo'qotishdan burun menga qarab, "Araqqa suv qo'shib ichyapman. Doktor, menga uval bo'ldi", deb qo'yatdi. Ikkinchisi, o'pka yallig'i sababli olamdan o'tgan ayol patologiya doktori bo'lib, oxirgi nafsidimi patologiya tajribaxonasida to'g'riliq pichirlaydi. Vaholanki, u hayotining ko'p qismini patologiya tajribaxonasida o'tkazgan edi. Uchinchisi, 100 qismidan kelgan to'xtabgandek og'riq azobini yengiltish uchun nervi tashiq kasal operatsiyasi qilingan bir er. Operatsiyada venera tomiri besivili sababidan og'riq paydo qiluvchi deb gumon qilingan nervi ustiga kichkina suyuq jism qo'yib qo'ydik. Bir hafta o'tgandan keyin bu kishida qattiq bosh og'rig'i paydo bo'lishga boshladi. Asosan hamma klinikalik va ximiyalik tekshirishlarni ipodik. Lekin kasallik sababini topolmay, diagnoz qo'yishga amalsiz qoldik. To'rtinchisi, nurg'un meni zaxmalari. O'zini o'ldirib olishlar, o'q tegib yarinishlar, araxonada urushib qilib yarinishlar, motosiklet qazolari, mashina qazolari va bir qandag'ay hujum zaxmasi. Ba'zida o'lim vahimasini his qilish mumkin. Bu xil vahima biz nafas ilayotgan havoda laylab yuratdi. Shunchalik og'ir va azobli edi. Normal ahvol ostida texi uni his qilishga ulgurmay turibla nafas bilan tang ichimizga simirib olatdik. Lekin ba'zi vaqtlarda, bo'libmi tinchlik kunlarda bu xil vahimaning og'irligi odamning nafsini qiyinlashtiradi. Ba'zi kunlari doktorxonada mushundaq tuyg'u paydo bo'ladi. Uzunga so'zilgan issiq yoz kunlari terga cho'milib turib, doktorxonada vafot bo'lgan kishilarning oila tavobatlarining yomg'ir kabi ko'z yoshlariga amra bo'latdim. Praktika qilgan 2-yili jiddiy ahvol ostida doktorxonaga hammadan burun yetib berishimiz kerak edi. Ba'zi bemorlarni qutqizg'ili bo'lmaydi. Ba'zilarini qutqizg'ili bo'ladi. Bir kuni o'siz yotgan bir bemorni jiddiy qutqizish uydan kuzatish uyga olib chiqdim. Uning bosh so'nkidan qon oqqizgandan keyin uning uyg'onishiga qarab turdim. U hushiga kelgandan keyin uydagilarga beshidagi kesilgan yarasi to'g'risida qaqshashga boshladi. Men hayajondan esimni yo'qotgan edim. Atdigan soat 2 bo'g'icha doktorxonaning atrofida o'zimning qayerda ishkanligini bilinmay qolganga qadar piyoda mangdim. Ondan 45 minut timisqilab yurib, Arantasda qaytadigan yo'limni tepib qaytib keldim. Praktikantlar har haftada 100 soat atrofida ishlaydik. Asli doktorxonaning qoidasida 88 soat ishlaydiganligimiz belgilangan bo'lsa-mu, doimli uningdan oshirib ishlaydik. Bir kuni ishlab kech qolgan edim. To'yuqsiz ko'zlarim yashang'irashqa, beshim chinqilib og'rishqa boshladi. Energiya ichimlik ichdim. Bu vaqtda atdigan soat 2 bo'lganligini bayqadim. Xizmat vaqtida his qilmagan arg'inlik ishdan tushgandan keyin holimni qo'ymaydi. Daldanshigan holda mashina to'xtatish maydoniga bordim. Uyga qaytib uxlashdan burun mashinamda birdan mugdivilishni odat qilib olgan edim. Praktikantlarning hammasilar bu xil besimga chidab olmaydi. Bir praktikant doktor bemorlarning ayblishi va ustiga ilishga tegishli bo'lgan mas'uliyatga chidab bo'lmay qolgan edi. U bir talantli tashqi kasalliklar doktori edi. Lekin u xatolik o'tkazganda e'tirof qilmay turib oladi. Bir kuni aram elish uyida uning bilan ro'bara o'ltirib paranglashganda uning kasbiy hayotini saqlab qolishimga yordam qilishimni o'tindi. "Men qarang. Hey, men qarang. Mening ko'zimga qarab turib, kechiring. Yuz bergan ishlar mening xatoligim. Men bunday xatolikni qayta sodir qilmayman deb aytsangiz bo'ladi. Tushundingizmi?" Lekin iliq sestra shunda qilmagan bo'lsa, menmi yo'q. Men qarang. Siz cho'qim kechirim so'raganda xatolikni o'z ustingizga elishingiz va kechirim ichingizdan chiqish kerak. Lekin yo'q, kechirim so'rang. Shundoq talashib o'ltirib, bir soat o'tganda uningda umid yo'qligini his qilib bo'ldi qildim. Ig'ir besim yana bir xizmatdashimni butunlay bu sohadan chekinishga majbur qildi. U boshqa bir besimi yenikroq bo'lgan maslahatchilik xizmat izlashni tanladi.
Tölegan badali buningdimi eg'ir bo'lganlar nihoyat ko'p edi. Iqtidorimning eshishiga ergishib, zimmamdagi yukmi bag'ansir eg'irlashyotdi. Qandoq kishilarning hayotini qutqizib olg'ili bo'ladi? Qandoqlarnikini bo'lmaydi. Hamda qandoq kishilarning hayotini qutqizmaslik kerak degandek masalalarga hukm qilishni o'rganish bir xil intayin tasdi yetildirgili bo'ladigan iqtidor bo'lib hisoblanadi. Men xatolik o'tkazib boqqan. Bemorni jiddiy operatsiya uyiga yetkab, uning miyasining yuragining so'qishini qamdug'idek qismini qutqizib qilib, oxirida bemor mangu so'zlayolmaydigan. Faqat naychi bilan tomoqlanadigan bo'lib qolsa, u holda biz uni hargiz xohlamaydigan bir mavjudlikqa mahkum qilgan bo'ladi ekanmiz. Men oxiri buning bemorning o'lishiga yo'l qo'ygandan necha hassa azobli mag'lubiyat ekanligini tushunib yetdim. Bu vaqtda ongsiz va kuchsiz ip berildigan. Yo'q hisobidagi ojiz metabolizmmi bemor uchun chidag'usiz bir yuk bo'lib qoladi. Hatto bemor bilan vidolashishga chidayolmagan oila a'zolarining kasal yo'qlashlarini tugab, faqat bir doktorxonaning o'ng chiqarishiga tashlanib qoladi. Oxirida qechib qutulg'ili bo'lmaydigan o'pka yollig'i yoki jonni oladigan karvat chaqisining yalmab tugutishi bilan hayotini oxirlashtirdi. Ba'zilar mushundoq bir hayotni saqlab qolish va apkeladigan peskanligini qabul qilishni tanlaydi. Ammo ko'pincha kishilar buni tanlamaydi yoki tanlayolmaydi. Shunga nerv tashqi kasallar doktori qaror chiqarganda bemorga qarab moslashishni o'rganishi zarur. Mening bu kasbni tanlashimning sababi eng bo'lmaganda qisman sababi dal o'lim. Ya'ni uni tutib, sirni ichib va o'lim bilan ko'zni mit qilmay turib elishish edi. Nerv tashqi kasallar ilmining meni shuncha ram qilib olishining sababi uning menga va ongni bog'lab turganidek hayot bilan o'limni bog'lab turdiganligi edi. Mening nazarimda bu xil munosabat bo'shlig'ida o'tkazgan hayotim qalbimni yestashlikqa to'ldirishdan boshqa mavjudligimga bir xil rangdorlik qilib keladi. Mundaqcha aytganda, meni murakkab materializmli qarashlardan, o'z markaz ushshaqishlardan xalos qilib, masalaning haqiqiy negizini tepib chiqishimga, ya'ni hayot mamatga taqishadigan qarorlarni chiqarishim va shu qarorlar ustida jon tikish ko'ndaydi. Balkim men mushu sohada olqish paydo qilaman. Lekin praktika mazgilida ishlar boshqacha bo'lib chiqdi. Tugimas menga zaxmlar bilan hapilishish, menga o'limga qancha yaqin turgancha ko'zim qorong'ulashib, o'limning tabiatidan shuncha yiroqlab ketayotgandek sezilishga boshladi. Buni xuddi astronomiya o'rganaman deb quyoshga udul qarab, ko'zni qarg'u qilib olganga o'xshatishga bo'ladi. Men bemorning eng hal qilg'uch minutlarida asla ular bilan bilamas. Balki faqat bemorlar turgan yer dedim. Men shuncha ko'p azobga shohid bo'ldim. Teximi yomon bo'g'ini, men uningga ko'nib ketib atdim. Boshqa kelganda qonga melinib turgandimi, sestralar, doktorlar va siz bilan o'xshash kemiga chiqib, o'xshash qismatga duchor bo'lganlar bilan rishtangiz bog'lanib, shu qon ichida tunjiqib qoladigan muhitga moslashishni, uningda laylashni, o'zishni, hatto hayotdan huzurlanishni o'rganib oladi ekansiz. Vaqaga uchirganlar operatsiyasini men xizmatdeshim, praktikant doktor Jeff bilan birga qildim. U har qitim meni tashqi kasallar bo'limiga bemorning yaralangan bosh qismini davolashga chaqirganida biz hamisha hamkorlashatdik. U bemorning qo'rsoq qismining ahvolini baholaydi. Ondan mendan bemorning aqliy funksiyalariga baho berib beqishni so'raydi. Bir qitim men uningga u hali ham bir kengash palata a'zosi bo'la oladi. Ammo faqat kichikroq shtatga vakil bo'lgan taqdirda shundoq dedim. Gapimni anglab u kulib ketdi. Shu daqiqadan boshlab har qaysi shtatlarning nopisi bizning basharasining eg'ir yenikligiga hukm qiladigan barometrizm, ya'ni o'lchimimizga aylanib qolgan edi. Jeff bemorning davolash planining qanchalik murakkabligini dansash uchun mendan Pavel, o Wyomingmi yoki Kaliforniyami deb so'raydi. Tarjimondan. Chunki Wyoming Amerikadagi nopisi eng oz shtat. Kaliforniya bo'lsa nopisi eng ko'p shtat edi. Ba'zida men mundaq so'rashim mumkin edi. Jeff, qarsam bemorning qon besimi turaqsiz ekan. Ammo men uni operatsiyaga akirsam bo'lmaydi. Bo'lmasa u Washington shtatidan Idaho shtatiga aylanib qoladi. Siz uning qon besimini turaqlashtira olasiz. Tarjimondan. Washington shtatining nopisi Idaho shtatidan taxminan 4 ko'p.
Bir kuni men doktorxona oshxonasida tipik tushlik tomoqimiz bo'lgan shakarsiz kola va marojinliq sandviç yeyotganimda bir ig'ir yaralangan kasalning ep kelinganligi haqida telefon topshirib oldim. Hamda shu hamon tashqi kasalliklar bo'limiga bordim. Boshqa davolash xodimlari yetib kelguncha men qo'limdagi marojinliq sandvichni kompyuterning kayniga yoshirib, karvatga yo'langanimcha bemorning tafsiliy uchurlarini yodlashga boshladim. 22 yosh. Motosiklet vaqasiga uchirgan. Motosiklet soatga sur'ati 40 mil, ya'ni 64 kilometr. Meni suyuqlikqa burniga kirib ketganligi ehtimolli bor. 22 yosh. Motosiklet vaqasiga uchirgan. Motosiklet soatga sur'ati 40 mil, ya'ni 64 kilometr. Meni suyuqlikqa burniga kirib ketganligi ehtimolli bor. 22 yosh.